Oxirgi kunlarda juda ko'p kasallarimizga qandni tushirish uchun, vaznni tushirish uchun shpris ruchkadagi preparatlarni buyuramiz. Lekin shu bilan birga eslatma qatorida aytib o'tmoqchiman. Bu preparatlarni juda ko'p poddelkalari bor. Poddelkalarni ajratishni bilish kerak. Poddelka preparati qilgandan keyin nojo'ya ta'sirlar kelib chiqishi mumkin. Buning uchun shpris ruchkalarni original yoki original emasligiga e'tibor beringlar. Original narsalar rangi tiniq, qog'ozlari yopishtirilgan joyi bilinmaydigan bo'ladi. Undan tashqari rangiga ham e'tibor beringlar. Och голубой bu original preparatlarning rangi. Undan tashqari har bitta preparatda e'tibor bersanglar, krishkasida belgisi bor. Bu original preparatlarning belgisi. Undan tashqari aylanish knopkalariga e'tibor berishingizni so'rayapman. Bu poddelka. Original preparatda esa faqatgina ikkita knopkaga aylanadi. 0, 06, 05 yoki boshqa preparatlarda 1 gacha aylanishi mumkin. Poddelkalarda bu ko'p aylanib ketadi. Shuning uchun poddelka preparatlardan ehtiyot bo'linglar. Juda ko'p kasallarda poddelka hisobiga og'ir holatlar kuzatilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.